Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ajoyib taom tayyorlaymiz. Ya'ni buni qishloqdagilar lachir sho'rva ham deyishadi. Buning uchun bizga 1 choy qoshiq tuz kerak bo'ladi. Ozgina iliq suvimizni solib, 1 kosacha unimizni solib, qattiq xamir qilib olamiz. Xamirimizni esa pichoq yordamida kesib, mayda-mayda zuvolachalar qilib olamiz. Mayda-mayda qilib kesib olamiz. Yong'oqdan sal kattaroq bo'ladi kichkina zuvolachalarimiz. Ullab olib, qo'limiz yordamida dumaloq shaklga keltirib olamiz. Mana dumaloq shaklga keltirib oldik hamma xamirlarimizni. Endi esa kichkinagina salofan yopib qo'yamiz zuvolalarimiz ustiga qo'yib qolmasligi uchun. Qolganlarini esa mana xuddi shunday qilib yoyib olamiz birin-ketin. Kichkina juva yordamida yoydim. Osonroq yoyiladi kichkina o'xlovda yoyilsa. Mana yuqa qilib yoyib oldik. Hammasini birin-ketin shunaqa qilib yuqa qilib yoyib olamiz. Qolganlarini ham ullab yoyib olamiz chiroyli qilib. Duxovkamizga qizdirib olamiz. Duxovkamizga jo'natamiz listimizga solib. Mana o'zi qizarib pishgandan olamiz keyin. Har 10 minutda yoki 5 minutda pishib tayyor bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek kitirdak bo'lib, yuqa lachir paydo bo'ladi. Mana shunaqangi qizargandan olaveramiz. Endi kosalarimizga sindirib sovolamiz lachirlarimizni. Buni oldinlari ota-bobolarimiz yeb kelgan narsa, lekin haqiqatan ham juda ham mazali ovqat bo'ladi. O'zimni ayam ham ko'p qiladi bu ovqatni. Oldin buni toshlarda pishirgan bu lachirni. Hozir duxovkada pishirsa ham bo'ladi, sharoitdan kelib chiqqan holda. Kosalarimizga sovoldik. Endi sho'rvamizni sovolamiz kosamizga ustidan. Qaynab turgan sho'rvani ustidan sovolamiz. Sho'rvamizga hech qanaqa makaron solinmaydi, faqat kartoshka, sabzi, go'sht oddiy suvda. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring, juda ham mazali sho'rva bo'ladi. Agarda reseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.